Unutmaysizlar, soqol qo'yganligi uchun qonunchilikda erkaklarga hech qanaqa javobgarlik mavjud emas. Agar soqol uchun javobgarlik bo'lganda, sizni boshingizdan chiqqan sochingiz uchun ham, qo'pol bo'lsa ham aytaman, qo'ltig'ingizdan chiqqan jun uchun ham, avratingizdan chiqqan jun uchun ham sizni javobgarlikka tortish kerak edi. Savol kelgan: "Assalomu alaykum, bizda mahallamizda ichki ishlar inspektori kimdi soqoli bo'lsa, o'sha soqol qo'yganlarga 300 ming so'mdan sharaf to'latyapti ekan. Shu narsa to'g'rimi?" degan mazmunda savol bor ekan. Kelingizlar, ko'rib chiqamiz. Qarangizlar. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligini ochib o'qib qaraydigan bo'lsak, deyarli hech bir qonunchilikda, hech qaysi normativ hujjatlarda, hech qaysi normalarda, qoidalarda soqol qo'yganligi uchun shaxslar javobgarlikka tortiladi, javobgarlikka tortilsin degan modda, norma, oddiy tilda qoida mavjud emas. Agar soqol uchun javobgarlik bo'lganda, meni mana shu qo'limdan chiqqan ko'rib turgan tuklaringiz uchun ham, mana bu boshimdagi soch uchun ham, qo'pol qilib aytganda, buyoqlar uchun ham javobgarlikka tortilish kerak edi. Bu narsa mantiqsiz narsa. Agar kimdir sizni soqolingizga qarshi chiqayotgan bo'lsa yoki soqol qo'yganligingiz uchun javobgarlikka tortaman deyotgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining hududlaridagi, o'zingiz yashab turgan tumaningizdagi prokuraturalarga borib murojaat qilishingizni va shikoyat qilishingizni tavsiya qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.